olamni qalbi kitob. Insonni ham qalbi kitob ekanda. Alisher Navoiyga berilgan iste'dod faqatgina iste'dodni o'zi bo'lib qolmasdan, balki o'sha kitoblardan olingan bilimlar bilan yuksalgan. Kitob 5,5 ming yillar ilgari paydo bo'lgan. Ozarbayjon xalqida bir maqol bor ekan. Yaxshi qo'shning bo'lmasa, sen kitob o'qi degan. Ilm olgan insonlar hech qachon toymaydi, qoqilmaydi. O'shanday zarbalarni ham ko'tara oladi. Chunki bilimi bor odam pahlavonlardek kurashishga moyil bo'ladi-da, kurashadi va o'zini namoyon qila oladi. Hayotda nimagaki erishgan bo'lsam, albatta kitoblar orqali erishdim. Kitoblar vaqtdan o'zgan umrlarning qutlug' va munavvar xotira daftari. Bitiklar aql hujjati, ko'ngil haqiqati, umr hikmati. Kitob mo'jizalar ichra eng ulug' mo'jiza. Kitob olamning qalbi. Olamni qalbi kitob. Haqiqatan ham olamni qalbi kitob va men yana bir qo'shdimki, haqiqatan insonni ham qalbi kitob ekanda. 5,5 ming yildan ortiq ekan kitobni tarixi. İnsonlarni tafakkuri rivojlana boshlabdiki, demak kitob bor ekan. Press qo'lyozmasi deb nomlangan qo'lyozma bugungi kunda 5,5 ming yillik deb e'lon qilindi. Papirus qog'ozida ishlangan ekan. Alisher Navoiy hazratlarini onalarini so'zlari yodimga keldida, Gafarshod begim romanimda buni ishlatganman. Kitob bilan bog'liq voqeani mana shu romanimda berganman. Hazrat Jaloliddin Rumiyni so'zlari bo'lmish o'sha bir hikmatlar hamma o'quvchilarga, hammamizga kerak narsada. Alisher Navoiyni volidai muhtaramalari o'sha Temuriylar saroyida kanizaklarga ilm, tarbiya beruvchi bir murabbiy hisoblangan. Bir kuni o'zlari kitob o'qib o'tirgan vaqtlarida 5 yosh, 6 yoshlardagi Navoiy volidai muhtaramalarning oldilariga kelib o'qiyotgan kitoblariga qaraydi. O'shanda Salima Bonu Farididdin Attorni Mantiqi Tayr kitoblarini o'qiyotgan bo'ladi-da. Bola Alisher volidalardan so'raydi. Volidam, qo'lingizdagi kitobni ko'rsam bo'ladimi deganlarida, mayli o'g'lonim ko'rsangiz bo'ladi deb peshonalariga tegizib, o'pib kitobni Alisher, yosh Alisherni qo'llariga berganida, Alisher shundoq olayotgan vaqtda onalari tanbeh beradi. Kitobni qanday olish kerak o'g'lonim deganlarida, Alisher ham kitobni o'pib peshonasiga surib oladi. O'shanda Salima Bonu Alisherga varaqlangchi, nimani ko'ryapsiz deydilar-da. Shunda Alisher varaqlab ko'radida, so'zlarni ko'ryapman, harflarni ko'ryapman deydilar-da. Deganlarida onalari aytadi, siz yaxshilab qarasangiz, ko'z bilan qarasangiz, siz harflarni ko'rasiz, so'zlarni ko'rasiz. Siz agar qalb bilan qarasangiz, unda go'zallikni ko'rasiz deydi. Siz yana ruh bilan qarasangiz deydi, unda siz tamoman boshqa narsalarni ko'rasiz, ya'ni ilmni ko'rasiz, ilm xazinasini ko'rasiz siz deydi. Va bu narsa Alisher Navoiyga butun bir saboq bo'ladi, bir umrlik yo'ldoshi bo'ladi. Va Alisher Navoiyni mana shunday daho bo'lib yetishida menimcha onalarini juda katta xizmatlari bo'lgan va bunga asosan o'sha kitoblar, Alisher Navoiyni daho qilgan kitoblar deb o'ylayman men. Chunki Alisher Navoiyga berilgan iste'dod faqatgina iste'dodni o'zi bo'lib qolmasdan, balki o'sha kitoblardan olingan bilimlar bilan yuksalgan.
shu ma'noda men onalarni, masalan otalarimizni yo bo'lmasam katta yoshlilarni, ayniqsa bugungi kunda hozirgi masalan o'qish, savod olish jarayonlari bizni davrimizga qaraganda keskin sekinlashganda shu narsa onalarimiz uchun dastak bo'lishi kerak. Shu hikoyat Gavharshod begimni mana shu kitobiga atayda kiritdimki, bu o'qigan insonlarga saboq bo'lishi kerak. Kitoblar ruhni yuksaltiruvchi mo'jiza, qalbni nurlantiruvchi haqiqat chirog'i. Mutolaa tafakkur dengizining to'p-to'plariga sho'ng'ish imkoni. Aql javohirlariga erishmoqlik saodati. Kitoblar asrlar o'sha ilm marjonlarini avlodlarga eltuvchi sirli kema. Bibixonim ikkinchi romanim bu. Sulton Jaloliddin Manguberdi yoxud Chingizxon tuzog'iga tushgan malika asarimda ham men ilmni qanchalik kerakligini insonlar uchun, ma'rifat uchun, insonlarning yuksalishi uchun, komil inson bo'lishi uchun kerakligini o'sha Najmiddin Kubro hazratlarini bilan bo'lgan bir voqeani keltirdimda. Chingizxon bostirib kelgan vaqtida endi juda katta dushmanga zarba beruvchi ham Xorazmshohlarni juda katta qo'shini bor edi. Sababi dunyoda o'sha paytda, ayniqsa o'sha davrda Xorazmshohlar saltanati nihoyatda yuksalgan, nihoyatda rivojlangan va dunyoga dong'i ketgan bir saltanat edi. O'shanday paytda haligi Chingizxonni bostirib kelishi bular uchun bir favqulodda hodisa va kutilmagan hodisa bo'ladida. Ko'pchilik ulamolar, donishmandlar Najmiddin Kubro hazratlarini oldilariga kelib, "Hazrat, siz bizni balogardonimizsiz. Siz hamisha balolarni qaytaruvchi bir ulug' inson bo'lgansiz, pir bo'lgansiz, murshidimizsiz. Endi mana shunday balo kelyapti. Ana shu baloni ham qaytarib bering" deganlarida Najmiddin Kubro hazratlari bu kelayotgan baloni qandayligini va o'sha Xorazmshohlar saltanatidagi kechayotgan voqealarni taroziga solib aytadilarki, "Yo'q, men bu baloni qaytara olmayman. Bu balo Allohdan kelayotgan balo." Chunki nimaga ishora qiladilar? Chunki deydilar, bu saltanatda beboshlik, bu saltanatda zulm, bu saltanatda savodsizlik, bu saltanatda juda fisq va fasod rivojlanib ketdi va ana shuni badaliga xalqimiz shunday baloga duchor bo'lyapti. Shuning uchun men qaytara olmayman deydilar. Najmiddin Kubro hazratlarini o'zlari ham to o'sha qo'llarida bayroq bilan o'lgunlari qadar kurashadilar xalq uchun, vatan uchun, o'sha yer uchun. Lekin albatta dushmanning qo'li baland keladi va ular yengiladilar. Bibixonim asarimda Amir Temur hazratning saltanati davrini berganman va bunda ham Temur hazratlari masalan nima uchun shaharma-shahar yurganlarida saltanat jilovini har tomonlarga bosib, masalan Hindistonmi, o'sha Koniyami, juda ko'plab mamlakatlarga, Shommi, qayerga borsalar ham nima uchun ilm ahlini yiqqanlar. Ilm ahlini yig'ib ish bilan bir qatorda o'sha ilmiy, adabiy qo'lyozmalarni, kitoblarni tuyalarga tuya qilib yuklab vatanga keltirganlar. Chunki bunda ham bir rivoyatni keltirdim. Sababi Amir Temur hazratlari saltanat qo'llariga olganlaridan keyin ulamolar, uni olimlarni, fuzololar, jamiki saroy ahlini yig'ib
mashvarat o'tkazadilarda. Mashvaratda shunday narsani haligi o'rtaga tashlaydilar. Ulamolar, sizlar bilinglarki, mana shunday davlatni, saltanatni biz qanday oldik va qanday qilsakkina bu saltanatni jilovini hech kimga bermasligimiz mumkin. Biz nima qilsak shunday saltanatimiz tanazzulga uchramasligi mumkin degan bir savolni qo'yadilar-da. Shunda ulamolar, fuzolalar aytadilarki, bizga Hazrat bir hafta muhlat bering. Biz mana bu kengashaylikda yulduzlar orqali Amir Temur hazratlari munajjimlarga juda ishonganlar, sababi yulduzlarda ham juda ilmiy jihatdan ham, nazariy jihatdan ham hamma tomonlama yulduzlarni joylashuvi, boshqasiga qarab hayotni o'zgarishi yo bo'lmasam o'sha tabiatni o'zgarishi o'shalarga bog'liq bo'lgan. Haqiqatdan ham bir haftadan keyin yana ulamolar yig'ilishib kelishadi-da. Amir Temur hazratlarini o'zlariga aytishadi. Bilasizlar, biz tarixdan ma'lumki, Amir Temur hazratlari Qur'oni Karimni ochib, Qur'oni Karimni oyatlaridan o'sha masalan qilayotgan ishlarini to'g'rimi, noto'g'rimi, demak saodatlimi bu yurishlar o'shandan bilganlar. Sohib Qur'on hazratlari Qur'oni Karimni sahifalarini ochganlarida iqra, ya'ni o'qi degan so'z chiqadi. Va shundan ma'lumki, demak insonlar o'qishi kerak. Va navbat o'sha munajjimlarga keladi. Munajjimlar aytadilarki, Hazrat, biz mana bir hafta o'sha yulduzlarni joylashishini ko'rib bir qarorga keldik. Faqat lekin shunday bir qarorga keldikki, bu so'zimiz og'ir botmasligi uchun bir qoshiq qonimizdan kechasiz deganlarida, kechdim deganlar. Shunday aytadilarki, yulduzlarni yo'nalishiga qarab, chiqishiga, botishiga qarab, joylashuviga qarab bildikki, sizni saltanatingiz hech qachon zavol ko'rmaydi. Hech qachon qo'lingizdan saltanat jilovini hech bir dushman ololmaydi. Faqat bir narsa borki, u o'sha narsani aytishimiz kerak, bilishingiz kerak. Ya'ni bu narsa bu saltanatni tanazzulga uchratadigan yagona bir narsa bu savodsizlikdir deydi. Demak, savodsizlikkina hamma narsani, bor narsani yiqishi mumkin. Yuksak narsalarni ham tanazzulga uchratib yuborish mumkin. Kitoblar vaqt hukmi daxl eta olmaydigan yashovchan jism, ajdodlarning avlodlariga nurli hadyasi, dillarni ilm ziyosi birla nurafshon etuvchi shamchiroq, o'z o'rnini hech nega bo'shatib bermas sodiq do'st, barmoqlar tafti, nigohlar sehri, yuraklar mehridan jonlanuvchi tirik qog'ozlar. Kitoblarni tarixidan kelib chiqib nazar solsak, haqiqatdan 5,5 ming yillar ilgari paydo bo'lgan kitob ilmsizlik orqali yo'q bo'lib ketgandir. Shunday katta masalan millatlar, tillar 2000 yil ilgari topilgan bir kitob deydi. Voynich qo'lyozmasini hatto hech kim o'qiy olmas ekan. Hatto hozirgi bilim bilan ham, hozirgi o'sha texnologiyalar bilan ham uni o'qiy olmaydi hech kim. U tilni qanaqaligini ham bilmaydi. Masalan, kitobni oftob deymiz, kitobni do'stimiz deymiz. Kitob har narsada, daraxtlarni o'qiyotganda uni tasavvur qila olmaysan, uni go'zalligini yo gullarni iforini sezish uchun uni qalbing bilan o'qishing kerak. Haqqa yetish uchun uni ruhing bilan o'qishing kerak. Insonlar ikki toifaga bo'linib qolyapti. Bu tabiiy. Chunki o'qigan insonlar va o'qimagan insonlar. O'qimagan insonlar johil bo'ladi. O'qimagan insonlar jizzaki bo'ladi. O'qimagan insonlar hasadgo'y bo'ladi. Chunki nimaga u shunday yuksalib ketyapti? Odamlar o'zidan o'zi yuksalmaydi. Odamlarda nimadir bo'lsa-ki yuksaladi. Qur'oni Karimda ham shunday 370 dan ortiq oyatlarda o'sha ilm bilan kitob kelgan ekanda, Allohdan faqat
ilmlilargina qo'rqadi deydi. Shunday bandasi bor, u bandalar olimlardir deydi. Ya'ni bilim egalari. Bilim egalari qo'rqadi, chunki bilim egalari hamma narsani biladi. Ma'naviyatli, komil insonlar qayerda nima so'zlashni biladi, qayerda nima qilishni biladi, ular kechirishni biladi, ular tavba qilishni biladi. Shu ma'noda kitobni qadri nihoyatda baland. Hatto Ozarbayjon xalqida bir maqol bor ekan. Yaxshi qo'shning bo'lmasa, sen kitob o'qi degan. Ya'ni yaxshi hamroh senga kitobdan ortiq narsa bersagina, u senda qiziqish uyg'otadi. Bilimli inson sizga hikmatli bir dunyoni ko'rsatadi-da. Ko'p bilganing bilan ham deydi, ko'pdek bilmaysan deydi-da. Inson qanchalik ko'p bilsa, shunchalik o'zini yo'li yaxshiroq, hayoti yaxshiroq bo'ladi. Mana Angliyadagi universitet tepasida jumlalar yozilgan. Bilim olish deydi, vaqtinchalik demak mashaqqat. Lekin bilimsizlik bir umrlik mashaqqat deb shunday yozib qo'yilgan. Kitoblar eng nodir mo'jiza. Kitoblarning zarin varaqlarida olamning ming bir siri yashirin. Hayot hikmatlari, oddiy haqiqatlar mujassam. Ilm va tafakkur dunyosining oltin kalitidir kitoblar. Bilimlar saltanatiga daricha ochuvchi qudratli tilsim. Aql va zakovat ummonining bebaho durdonasi. 1966-yili bilasiz 10-sinflar, 11-sinflar bitirishdi. O'shanda men 10-sinf edim va o'sha yili Toshkent davlat universiteti Samarqandga borib qabul qildi. Men tavakkal qilib Toshkent davlat universitetiga hujjatlarimni topshirganman. O'shanda 18 ball olganman. 18 ball endi u vaqtda 20 ball asosiy ball. Tarix fanidan va inshodan 4 olganman. Lekin men norozi bo'lganman va komissiyaga ariza topshirganman. Chunki tarix fanidan 4 olish men uchun yaxshi emas edi. E'tiroz bildirdim-da. Keyin aytdi, qizim, universitetda o'qisang, xudo xolasa 5 baholarda o'qiysan, o'sha a'lochi degan nimani stipendiyalarni olasan deganda va haqiqatan ham keyin birinchi kursdan o'sha boshqalar 35 so'mdan, men 45 so'mdan olganman-da. Va shu narsa menga ta'sir qilib, masalan, Gavhar Shodbegim romanimda Xorason yurtini 40 yil saltanatini hukmdori bo'lgan Shohrux Mirzoni Mahdi Uliyo, ya'ni bosh malikalari Gavhar Shodbegim haqida roman yozganimda, ular bilan birgalikda o'sha romanimda foydalanganim Abdurazzoq Samarqandiyni asaridan foydalanganman-da. Abdurazzoq Samarqandiyni o'zini ham hayotini kiritib ketdim. Chunki Abdurazzoq Samarqandiy o'sha saltanatda, ya'ni Shohrux Mirzo saltanatida qozi vazifasida ishlagan, undan tashqari qissaxon vazifalarida ishlagan va 3 o'g'illari o'sha saltanatda nihoyatda yaxshi bilim olishgan. Abdurazzoq Samarqandiyni bir akasi kimyogar bo'lgan, yana bir akasi qissaxon bo'lgan va Abdurazzoq Samarqandiyni o'zi ham nihoyatda bilimli inson bo'lganda, hayotda bilimli va omadli insonlarga o'sha bilimsizroq, omadsizroq insonlar ko'proq hasad qilishadi. Abdurazzoq Samarqandiy kotib vazifasini bajargan, devonda ishlagan. Shohrux Mirzoga uni yomonlab kirishadi. Yomonlab kirishganda, endi Shohrux Mirzo uni ishdan bo'shatishga noqulay, sababi otasi ishlagan uni qo'lida. Otasi endi o'tib ketgandan keyin o'g'illar ishlayapti-da. Keyin Abdurazzoq Samarqandiyni chaqirib aytadilarki, shunday sen haqingda har xil gap so'zli ariza tushdi. Nima qilsak bo'ladi deganlarida, hazratim deydi, men sizga o'zimni ko'rsatmoqchi emasman deydi. Men o'sha
majlisingizda deydi men o'zimni ko'rsatayin deydi, ulamolarni oldida, olimlarni oldida, fuzolalarni oldida men o'zimni namoyon etayin deganlarida juda xursand bo'lib ketadilarda va haqiqatdan ham mashvaratda, ya'ni majlisda ularga 7 dan ortiq o'sha fozillar savol javob bilan uni sinab ko'rishadi. Sinab ko'rishganda Abdurazzoq Samarqandiy a'lo baho oladi va shunda onalari juda xursand bo'lib ketadida Abdurazzoq Samarqandiyni men sizlarga deydi yaxshi ta'lim berdim. Men o'zim xursandman. Otangiz uchun ham, otasi endi o'lib ketgan bo'ladi. Otangiz uchun ham xursand bo'ldim. Sizni deydi nafslaringizni qanoatli qilib o'stirdim. Allohga shukr deb juda xursand bo'ladi va bu narsani ham men o'quvchiga, demak o'qiydigan bugungi avlodlarimizga saboq bo'lishi uchun keltirdim. Ilm olgan insonlar hech qachon toymaydi, qoqilmaydi. O'shanday zarbalarni ham ko'tara oladi. Chunki bilimi bor odam pahlavonlardek kurashishga moyil bo'ladi-da, kurashadi va o'zini namoyon qila oladi. Kitoblar tafakkur xazinasining nodir durdonalari. Mutolaa dunyoni anglashning eng yaqin yo'li. Xayolot osmoniga ochilgan rangin eshik. Mutolaa tasavvurning ilohiy qudratini his etmoqlik baxti. Hayrat va taassurotlar olamiga zavqli sayohat. Kitoblarning oltin varaqlari xazon bilmas yaproq kabi. Mangulikka daxldor tirik vujud. Mutolaa uchqur satrlarda ulug'vor parvozdir. Hayotda nimagaki erishgan bo'lsam, albatta kitoblar orqali erishdim deymanda. Kitoblarni o'zimga ustoz deb bildim hattoda. Tolstoyni yo bo'lmasam Gogolni, jahon adabiyotidan, rus adabiyotidan ayniqsa ko'pchilikni ko'p kitob o'qiganman, lekin Tolstoy, Gogol, Turgenevlarni o'zimga ustoz deb bilganman va o'zimizda adabiyot Oybek domlani, Abdulla Qahhor, Abdulla Qodiriylarni o'zimga ustoz deb bilganman. Ularni ko'rmagan bo'lsam-da, lekin menga Oybek domla hamisha ruhan madad bergan. Kuratorimiz Oybek domlani kelinlari Hulkar Olimjonova, ya'ni ustozimiz Zulfiya opani qizlari Hulkar opa kurs rahbari bo'lganlar va bir oylardan keyin hammamizga, endi kursdagi talabalarga aytganlarki, yozgan narsalaringni beringlar. Kim xohlasa she'r bersin, kim xohlasa hikoya bersin, hatto qissa bersalaring ham mayli deb shunaqa deganlarda. Hamma qatori men ham Kechikkan baxt va ona degan hikoyamni berganman. Va balki 20 kun o'tgandir, balki 1 oy o'tgandir. O'shandan keyin Hulkar opa kelganlarda aytganlarki, sizni hikoyalaringiz juda ham yoqdi va nima siz bilan ko'rishmoqchi bo'ldilar deganlar. Shunaqangi xursand bo'lib ketganmanki, endi biz uchun Oybek domlalar vaqtda Abdulla Qahhorlar yo G'afur G'ulomlar bir quyosh kabi edi-da, osmon kabi bir uzoq, endi bir sirli, muhabbatli bir ulug'lar edi-da. Bormoqchi bo'lgan vaqtimizda bemor bo'lib qolganlar, mazalari yo'q deyishgan. Kitoblar aziz va mukarram inson qalbiga hadya etilgan hikmat yog'dusi, ruhini uyg'otuvchi buyuk eslatma. Qalam bitgan azaliy dardlar, siyohlarda qog'ozlarga to'kilgan abadiy ohlar, satrlarga singgan haq timsoli, misralarda miltillagan eng yorug' nur tajallisi, jumlalarga jo bo'lgan haqiqat jamoli, sahifalarda sochilib yotgan ulug' mo'jizaning ilohiy quvvati,
muqovalar ostiga tilsimlangan sir, jildlar qatida ehtiyotlangan buyuk so'z qudrati kitobdir. Birinchi kursda oxirlarida mushtumga bir xabarmi nimadir yozganmanda, yana markazkonga ham jo'natibmanda uni bir nusxasini profsoyuz majlisida muhokama qilishganda To'ra aka Norboyev aytib berganlarida Oybek domladan xat kelgan. Unday muhokama qilmanglar, uni sindirib qo'ymanglar, unga yordam beringlar degan bir xatcha ham jo'natishgan ekan, lekin men o'zim ko'rmaganman. Insonlarga dalda qanchalik kerak. Ana o'sha paytda menga Oybek domlani o'sha bir og'iz maylida birovlar orqali eshitgan bo'lsam ham, lekin men uchun bir tog' bo'ldi. Bir umr minnatdorlik hissini his qildim. O'zimga nisbatan ishonchim ortgan. Yillar o'tdi, o'zimda bir qarzdorlik his qildim. Mana bu yil 120 yilliklari nishonlandi. Xudoga shukr, bir qasida yozdim. U kunlar tarixga aylandi endi. Qadrli, qimmatli, armonli biroz. Quvonchdan ko'zimga yulduzlar indi. Ko'rishmoq istabsiz men bilan ustoz. Debsiz yozganlari pishiq, halqona. Tasviri mukammal, tili boy, ravon. Birgina kechikkan baxt bilan ona, katta nasr uchun qo'yilgan narvon. Hayrat, hayronlikda lol qoldim bir on. Hatto anglolmadim, o'ngimmi ro'yo. Chunki bizlar uchun qo'l yetmas osmon, quyoshdan ham olis edingiz go'yo. Men o'qib ulg'aydim asarlaringiz. Bola Alisherni jonimdan suydim. She'rlaringiz edi go'zal va tengsiz. Na'matak gullarin, iforin tuydim. Yo'lchi-yu gulnorga bo'loldim hamdam. O'rgandim neligin adolat, haq so'z. Aslida hayot ham mard ila nomard kurashi ekanin bildim 100%. Bitdingiz moziyni, asl tarixni. Sizga sharaf edi ajdodlar sha'ni. Iste'dodsiz kaslar ters burib charxni. Sotdilar, dedilar millat dushmani. Tamg'alar bosishdi, osishdi yorliq va olib tashlashdi muzaffar yo'ldan. Ko'zingizga torday ko'rinib dunyo, haq so'zni aytolmay qoldingiz tildan. Olam faxri edi Zarifa xonim, mehr farishtasi, sadoqatli yor. Til bo'ldi, so'z bo'ldi, jon bo'ldi joni. Lahzasi siz bilan o'tdi baxtiyor. Menga qanot berdi shul oddiy mujda. So'zning qudratini his qildim ilk bor. Ko'kka havolandim va uchdim qushday. Ko'rishmoq kunini kutdim intizor. Lek ertakka do'ndi shirin hayollar. Yo kunlar pand berdi, yo vaqt bo'ldi kam. Ko'rishmoq muddati ketdi hayallab. Yoki unutingiz va'dangiz siz ham. Ha, sizni hayotda ko'rmadim bir bor. Suhbatingizga ham bo'lmadim sherik. Bormoq istagandim dedilar bemor. Siz yashab o'tdingiz yonimda tirik. Hayot tashvishlari sabab bo'lar goh. Sababdir ba'zida yaqinlar, do'st, yor. So'ng yo'liga kuzatmoq nasib etdi. Ah, qiyomatga qoldi suhbatu diydor. Omonat so'zingiz yetkazdi domlam. Debsiz u iste'dod asramoq kerak. Bizni yiqqan kaslar bir kun uni ham ayamas yiqarlar sezmoqda yurak. Bashorat qilibsiz
ustoz aslida. Duola so'rabsiz Tangridan panoh, chindan ham ijodning qaynoq faslida boshimga bulutlar yog'ildi nogoh. Do'sti yor qushdayin uchdi-yu ketdi, gavjum makonlarim qoldi huvillab, orzu umidlarim tushdayin bitdi, faqat ruhim taskin berdi shivirlab. Yig'lama, Allohning dargohi kengdir, umid eshiklari yopilmas hech vaqt, bandasin ayirmas barchasi tengdir, mazlumlar ahliga muruvvati naqd. Chindan ham noumid qilmadi o'zi, menga in'om etdi o'zga bir olamki ta'rifga yetmaydi so'zim, tasvirga ham hatto ojizdir qalam. Unda ko'rganlarim ajib edi ko'p, balki ertakdir u, balki afsona. Suhbat qurishardi malaklar to'p, orada yo'q edi g'anim begona. Tumaris momomiz edi ulug'i, davra boshi edi yovqur rahnamo, yonida jangovar nuryonli tug'i, so'zi keskir edi qilichday hamon. Turda o'tirardi bibi xonim ham, hilolga o'xshardi tilla qoshlari, uxlardi Ulug'bek Mirzo o'shaldam, bibisin tiziga qo'yib boshlarim. Sal parishon edi Gavharshod begim, boshida ming savdo davlat ishlari, saltanat taqdirin o'ylar edi jim, yaxshilikka yo'yib ko'rgan tushlarim. Davra guli edi Nodira Davron, g'azallar o'qirdi ishq mayidan mast, Uvaysi lahzada to'qirdi chiston, zamon nayrangidan kulib qasdma qasd. Zebiniso begim kuylardi mahzun, yuraklar bermasdi nolasiga dosh, tonggacha ko'zlarin yummas edi tun, uyg'onib ketardi bechora quyosh. Ustoz har kun shunday kechar hayotim, bul olam fanomi baqomi bilmam, lekin haqni bitdi daston bayotim. Bunda jamul-jamdir jannat jahannam. Endi duo uchun men ochaman qo'l, sha'ningizga ne dey aytaymi sano, qay tarzda mat etay alqayin qay xil, munosib so'z bersin o'zi Rabbana. Har bir kitob qatida bir taqdir egasi yashaydi. Kitoblar bizni ezgulikka o'rgatadi, yaxshilikka chorlaydi, tarix xatolarini takrorlashdan asraydi, o'zlikni anglashga imkon beradi. Kitoblar hayotning eng aziz sovg'asi. Kitob o'qish ehtiyoji, boqiy ehtiyoj. Hindistonda hikoyalarim chop etildi. Hikoyalarimni yaxshi bir ijodkor shoir Ahlohxon tarjima qildi, urdu tiliga tarjima qildi. Mana o'sha kitobim Misrda chop etildi. Bu ham hikoyalar to'plamlari. Ularda ham Gavharshod begimni tarjima qilishdi. Gavharshod begimni kitobi endi chop etilyapti. Xudo xolasa yanagi yil nashr etiladi. Va Hindistonda ham bu hikoyalar to'plamim bengal tilida chop etildi. Toshnoq degan nomi va Panjob tilida ham chop etildi. Gavharshod begim haqidagi romanim ham chop etilyapti. Xudo xolasa 2026-yilda chop etiladi. Turkiyada Bibixonim romanim, Gavharshod begim va Nodira Davron romanlarim 2026-yil chop etilyapti. Bu yil Toshnoq degan hikoyalar to'plamim chiqdi. Birinchi marotaba Chechaklar fori nomli she'riy to'plamim chiqyapti va o'zim ijodim haqidagi adabiy o'ylarni ham kitob qilib chiqaryapman.
o'sha nimada xudo xohlasa taqdimoti bo'ladi. O'shanda kitoblarimni ham taqdimotga qo'yaman deb niyat qilib qo'yganman. Ingliz tiliga tarjimani Asror degan yigitimiz tarjima qildi. Anchadan beri biz o'sha meni ijodimni tarjimasi bilan shug'ullanadi. Hikoyalarimni tarjima qildi. Misrda, Indoneziyada, Hindistonda, Qozog'istonda ham 3 romanim tarjima qilinyapti hozir. Qirg'izistonda hikoyalarim tarjima qilinyapti. Millatni, millatligini, yurtingizni, masalan, davlatingizni namoyon etuvchi ham o'sha farzandlarda yigitlarimiz, ayniqsa yigitlarimiz, qizlarimiz ma'rifatli bo'lishi kerak va yigitlarimiz ilmli bo'lishi kerak. Bugungi kunda gullab yashnayotgan tuproqlarimizga o'zimizda avlodlarimiz ilm orqali yanada egalik qilishlari kerak. Amerikada bo'lganimda o'sha bolalarimizni oshxonalarda yo bo'lmasa bir ko'chalarni tozalovchi bo'lib yuradigan bolalarni ko'rganda men o'zimni bolalarimga achinganmanda. Bolalarimiz o'zimizni yurtimizda kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zimizni yurtimizda ota-onasini bag'rida, farzandlarini bag'rida o'sib ulg'ayishi kerak, yashashi kerak. Kitoblar dil dunyomizni gardu dardlardan, g'uboru changlardan poklovchi davo. Nodir eslatmalar tomchida quyosh, har qalbda haqiqat tajallisini yodga soladi. Kitoblar ruhimizga quvvat baxsh etuvchi nur. Varaqlar aro ilmu hidoyat, ajru mukofot, fazlu kamolat shu'lalari barqaror. Umrlar o'tkinchi, kitob vasfi qalblar arshida hifzu himoyalangan. Men ajdodlardan olib ajdodlarga beryapman. Ajdodlarimni xotirasi uchun va avlodlarim uchun yozayapmanki, avlodlarim qanday ajdodlarni merosxo'ri ekanligini bilish kerak. Ajdodlarimiz qanday yashaganligini, biz bugungi kunda kimga qanday maslakka tayanib yashashimiz kerakligini mana shu kitoblarimda aytdim-da. Chunki bugungi kunda ayniqsa globallashuv deydi, manfaatlashgan bir davr deydi. Yoshlarimiz har xil g'oyalarga berilib ketishi mumkin. Asosiy g'oya ajdodlar g'oyasi. Biz dunyoga juda katta ulamolarni, donishlarni berganmizda. O'sha har birimiz hozir bittadan telefon ushlaymizda, telefonni asoschisi Xorazmiy ekanligini ko'pchilik bilmaydi-da. Sharq ilmni yaratdi, g'arb undan foydalandi va bugungi kunda uni o'zimizga yana qaytarib beryapti. Holbuki mana shu ular bilan oramizda qancha davr o'tdi, biz ana o'sha savodga, ilmga e'tiqod qo'ymaganligimiz uchun o'shanday bir katta bir olim, ulamolar chiqmadi. Bu bilasizmi, bu biz uchun juda achinarli. Qohiraga borganimizda bizni Zamaxshariy avlodi deb qanchalik e'tirof etganini, ehtirom etganligini ko'rib men quvonganman-da. Ana o'sha uchun men avlodlarimiz bizni bobolaridan ana o'shanday e'tirof etishini, bobolarini ehtirom etishini va ularga munosib farzandlar bo'lishini juda xohlayman. Agar mana shu yozganlarim o'quvchilarga, avlodlarimizga nimadir bersa, nimadir ularni ko'nglida uyg'ota olsa, o'zim orzu qilgan niyatga yetganman deb hisoblayman. Men bu kunni ko'p uzoq kutdim. Sizning dastxatingiz tushirilgan kitobni qo'limga olish qanchalar sharafli, qanchalar zavqli. Bu yozuvlar javondagi aziz kitoblarim qadar qimmatli. Ko'ngil mulkimdagi nodir bitiklar misol ardoqli. Ko'z nurlaringiz, qo'l izlaringiz,
dil so'zlaringiz muhrlangan kitob, hayotning eng aziz sovg'asi. Dastxatingiz uchun